Anchadan beri qarindoshlarimni ko'rganim yo'q deb siqilib yuruvding. Marhamat. Hoppa. Boshingiz qursin. Kenguru bolasini xaltasiga solib oldida olib yurar ekan, ha? Ba'zi bir odamlardan ko'ra bolasiga e'tiborliroq-da, chunki. Wow, filni kattaligini qarang dadasi. Uncha-munchaga to'ymasa kerak. Sen kiyimga to'ymagandaqa. Xotin, mana shu ayiqlar ostidan ham ko'p uxlaydimi? Yo'q, sizga teng kela olmaydi dadasi. Bular xurraga ham otishmaydi. Dadasi, burgutni ko'zi yomon o'tkir bo'lar ekan-a? Sani ko'zing undan ham o'tkir xotin. Berkitib qo'ygan pulimni любой joydan topib olasan. Voy, mana hayvon yomon uyiga narsa tashirkan. Qaynsinglimga o'xshabmi? Ochopatligini qarang, yeb qo'ydi. Zato menga o'xshab uylanib yeb qo'ymagan u. Mana shu yumron qoziq bor yeri shunaqangi kovlaydi, yomon kovlaydi. Qaynopa jonimga o'xshar ekanda. Dadasi, shunda bular qishda issiq o'lkalarga uchib ketadimi? Yo'q-da, hech qayerga ketmaydi-da. Oyinga o'xshaydi. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Ovqatlanasizmi? Ya, qornim to'q. To'ydirib yubordimi deyman? Xotin, qornim o'lgiday och, ovqat suzib tur, uyga boryapman. Yo'q-e, ovqat qilmabdimi bugun? Dadasi, namcha qiringlayverasiz. Erkak kishi bunaqa kulavermaydi, jiddiyroq bo'ladi. Xo'p. Dadasi, nimaga kulmaysiz? Majlisda o'tiribsizmi? Unda kulib o'tiring-e. Ha? Dadasi, Ha? kimdir sizga mashina, uy, telefon podarka qilganmi? Yo'q. Qilmaydi-da, chunki sizga eringiz yo'q. Er bordiganlarimni hammasichi uy, mashina, telefon podarka olyapti. Men podarka so'zini ma'nosini ham esimdan chiqarib qo'ydim. Podarik? Xotin, podarka degani sovg'a degani. Mana senga iPhone 15, 3 xonali kvartira, Gentra. Dadasi, meni shu narsalar uchun sizga tekkan deb o'ylaysizmi? Menga sizning boyligingiz kerak emas, dadasi. Uy joyingiz yoki telefoningiz kerak emas. Menga sizning mehringiz kerak. Mabodo o'lib qolsam, boshqasiga uylanasizmi? Tavba qildim-da. Nafasingni siqqil. Dadasi, tasavvur qiling. Mabodo o'lib qolsam, baribir erkak kishisi sizga qaraydigan odam kerak. Ust-boshingizga, osh-ovqatingizga qarash kerak. Uylanarmidingiz yo'qmi? Yo'q, menga sendan boshqasi kerak emas. Dadasi, yaxshilab o'ylab ko'ring. Oyijon xizmatlarini qilish kerak, bolalarimizga qarashga ona kerak. Uylanarmidingiz? Unaqa bo'lsa uylanardim. Yo'q-e. Keyin meni joyimga ham o'sha yotadimi? Meni sepimga kelgan narsalarni ham ishlatadimi? Menga olib keladigan gullaringizni unga olib kelasizmi? Menga sovg'a qilgan mashinangizni ham u minadimi keyin? Ya, uni pravasi yo'q. Nima? Hammaga salom. Doim mendan oilamizda tinchligini, baxtliligimizni sababini so'raysizlar. Buni sababi juda ham oddiy. Arslanim, o'zingiz ayting. Buni Dadil gapiring. biz bir-birimizni hurmat qilamiz, eshitamiz, quloq solamiz. Shu sababi oddiy. Sevaman-da, sevadi-da. Menga umuman gapirmang. Men sizdan xafaman. Nima? Abbo, endi nimaga xafaligini topish kerak. Bemaza ovqatingni shirin chiqibdi demaganimgami? Pardaga qo'lim martganimgami? Qo'l olib kelib bermaganimgami? Kesno yeganimgami? Atiringdan sepganimgami? Dadang bilan oyingni dada, oyi demayotganim uchunmi? Telefonim parolini bilib qoldingmi? Men bilan qizlar bilan dachaga chiqqanimizda aytdimmi? Kichkina bo'lib qolgan kostyumimni ukangga bermaganimgami? O'rtog'ing Nargiz munosabatlarimizni aytib berdimi? Nima? Bunga basa? Kampir, o'shanda ne xafa bo'luvding? Aytmayman. Ey chol, oddiygina narsani ham topolmay o'tib ketdingiz-a. O'zi nimaga xafa bo'ldim? Esimdan chiqib qopti. Arazlama canımsın, arazlama.